Bitcoin o'rtoqlar. Bitcoinga chuqur yondashib ketdik o'rtoqlar. Uni endi chopamiz. Bugun yakunlab qo'yamiz. Xudo xolosa oxirigacha. Ungacha menga podpisatsiya tugmasini bosing va kommentariyada albatta Bitcoin haqida izoh qoldirib keting. Sizda kripto trader do'stingiz bormi? Albatta unga ushbu videoni jo'natib qo'ying o'rtoqlar. Bitcoin to'g'risida birinchi ma'lumotni o'rtoqlar Muftiy Taqiy Usmoniyning fatvolari bilan boshlayman. 2024-yil oxiriga bergan fatvolariga ko'ra Bitcoin bilan musulmonlar savdo qilishligi joiz emas. Bitcoin bilan musulmonlar savdo qilishligi joiz emas. Agar kimgadir qiziq bo'lsa ushbu fatvo silkasi podpisatsiya kommentariyada plyus qoldiringlar. Men unga sizlarga tashlab beraman o'sha fatvoni ko'rinishini, ya'ni aynan nima deganligini. Davom etamiz o'rtoqlar. Bitcoinning ko'rinishi mana o'rtoqlar, e'tibor beringlar. Narx harakati grafikini men yuqorida tasvirlab ko'rsatyapman. Ya'ni ko'rishinglar mumkin. Bir necha yil avval Bitcoinning narxi bir necha ming dollar atrofida bo'lgan bo'lsa, hozirga kelib 100 ming dollar atrofida. Va bu o'rtoqlar bir necha yil avval 60 mingdan pastga qarab tushgan, qanaqadir 17 ming, 18 ming atrofiga, lekin hozirga kelib 100 ming ko'tarilgan va bunda bizda shubha paydo bo'lishi tabiiy hol. Bu aynan spekulyativ holat degani. Men o'tgan safar spekulyativ holat nima ekanligi haqida gapirib beraman degandim. Ya'ni spekulyativ holat degani ma'lum bir muddatda biror bir tovarni, ya'ni moliyaviy instrumentni narxi bugun 100 dollar, ertaga 1000 dollar, ertaga 1000 dollar, indinga ya'ni 100 dollar bo'lib qolishligi. Mana shunday holat, ya'ni spekulyativ holat hisoblanadi. Narxning bir muddatda tebranishi. Tushunarliki, aynan shunaqa holat, shunaqa xususiyati bo'lgani uchun buni na ulamolarimiz valyuta sifatida qarashmayapti, buni na mol-mulk sifatida qarashmayapti. Ya'ni narxi juda ham keskin o'zgaruvchan va valyuta sifatida qaraydi desa, bugun baholaydigan aytaylik, biror bir mahsulot aytaylik, masalan, telefonimizda narxini 1000 dollar deydigan bo'lsak, u bugun 1 bitcoin, ertaga 2 bitcoin, yana indinga yana 1 bitcoin bo'lib qolishligi mumkin va bu insonlarda markazlashmagan moliya tizimini olib kelyapti va bunda baribir sizga, ya'ni markazlashmagan moliya tizimida qatnashish uchun ham sizga markazlashgan moliya tizimi kerak ekanligini ko'rsatib qo'yapti, xolos. Shuning uchun ulamolarimiz bu narsani nojoiz sanashib turishdi. Lekin kelajakda ehtimol bu narsa spekulyatsiyasi o'lib, ma'lum miqdorda, ya'ni valyutalarimiz kabi o'zgarmas qiymatga, konstanta qiymatga keladigan bo'lsa, ehtimol bu narsa aytaylik joiz sanalishligi mumkindir. Ilm olishda davom eting. M-Trade siz bilan. Bitcoin o'rtoqlar. Bitcoinga chuqur yondashib ketdik o'rtoqlar. Uni endi chopamiz. Bugun yakunlab qo'yamiz. Xudo xolosa oxirigacha. Ungacha menga podpisatsiya tugmasini bosing va kommentariyada albatta Bitcoin haqida izoh qoldirib keting. Sizda kripto trader do'stingiz bormi? Albatta unga ushbu videoni jo'natib qo'ying o'rtoqlar. Bitcoin to'g'risida birinchi ma'lumotni o'rtoqlar Muftiy Taqiy Usmoniyning fatvolari bilan boshlayman. 2024-yil oxiriga bergan fatvolariga ko'ra Bitcoin bilan musulmonlar savdo qilishligi joiz emas. Bitcoin bilan musulmonlar savdo qilishligi joiz emas. Agar kimgadir qiziq bo'lsa ushbu fatvo silkasi podpisatsiya kommentariyada plyus qoldiringlar. Men unga sizlarga tashlab beraman o'sha fatvoni ko'rinishini, ya'ni aynan nima deganligini.